85 Navoiy viloyati Konimexdan juda ko'pchilik keladi bizga. Bitta Matalis akamiz Arlandovlarni programma qildirib ketganlar. Ana o'sha birat juda ko'p mashina yuboradilar. Inshaalloh har bitta kelgan mashinani chotki sostoyaniyaga olib kelib beramiz programmering yo'li bilan, tortish dinamikasi. Bu mashina ham Cobalt avtomat. Programmaga kirib chiqqan, programmadan keyin bo'ldi o'sha benzinda tortish dinamikasi yo'qolib qolgan mashinani. Haqiqatda shunaqa, xuddi ani benzin asosi o'lib qolgan mashinaga o'xshab yuradi, lekin benzin asos sistemasi, topливный sistemada ishi yo'q. Bu faqatgina programmering yo'li bilan hal bo'ladi. Redaktorimiz ST-Pro 7 shogird Timur mana hozir karate bilan shug'ullanyapti uning programmasini. Chotki bo'ldi, sostoyaniyasi, yurish sostoyaniyasi chotki bo'ldi, tortish dinamikasi. Chunki men o'zim haydab tekshirib ko'rdim. Bitta ikkita kamchilik joyi bor, hozir o'shani darabotga qilib yanada kuchaytirib beramiz. O programmadan keyin mashina yana ham chotki yurishni boshlaydi. Konimex juda ko'pchilik mashina keladi bizga. Mijozlarimiz ko'p. Konimexdan kelib qildirib ketgan, ya'ni Gentra, xullas GM avtomobillari asosan bizda bilasizlar. Sizlar ham murojaat qilsanglar bo'ladi. Agar tortish dinamikasida, sovutish sistemasida, umuman kompyuterni diagnostika bo'yicha bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Vaqt soatini belgilab kelsanglar, inshaalloh og'ir bo'lib qolmaysizlar. Sizlarni haydash yurishni reaksiyalarga qarab turib programmalarni nastroyka qilib beramiz. Davay, kutib qolamiz sizlarni. Salomat bo'linglar.